2026-yil yaxshi niyatda Umra safariga bormoqchiman. Avgust oyida narxlar qanaqa bo'lyapti? Qachonga, qayerdan reyslar bor? Sharoitlar qanaqa? To'lov masalalari qanaqa degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa shu videomiz bo'ladi. Videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Sizlar uchun chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel'da ofisdamiz. Xudo xolasa yana Abdug'affor aka oldilariga kelganmiz. Sizlar layklarni bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, chiqarayotgan videolarimiz birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Layklarni bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, xudo xolasa obunachilar uchun qachonga, qayerdan reyslar bor, narxlar qanaqa bo'lyapti? Bitta to'liq qilib endi tushuntirib bersiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Hozir Toshkentdan boshlaylik birinchi. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Bular 1-avgustdan, mana bugun 1 bo'lsa, bugun ham tushadi. 3, 5, 6, 8, 10-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bularning narxini $900 qilib beramiz. Zo'r. Bemalol aloqaga chiqib joylarni biroq qilsa bo'ladi. Endi vodiydan boraman deydigan obunachilarimiz uchun vodiyda ko'p reyslarimiz to'lib qoldi. 10-dan keyingi reyslarimiz qo'yildi. Hozir yangi reyslarimiz Farg'ona Madina bo'yicha 13, 20, 27 kunlar reyslarimiz bor. Buni narxini $1015 qilib beramiz. Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz ham bor. Bularning kunlar 12-avgust, 19-avgust, 26-avgust. Bular ham narxini Namangan Madina narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqaveringlar, yana tushunmagan narsalarni ham tushuntirib beramiz. Xudo xolasa vodiydan ham reyslar bor, Toshkentdan ham reyslar bor. O'zlariga qulay bo'lganda ketsa bo'lardi. Bo'laveradi. Endi sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar. Xudo xolasa avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xudo xolasa. Undan tashqari 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Endi to'lov masalalari qanaqa deydiganlar uchun to'lovlarimizni xohlasangiz ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Respublikamiz 3 ta viloyatlarda ofislarimiz bor. Farg'onada, Andijonda, Toshkentda. Yo'q bo'lmasa mana shu nomer o'zimning nomerim, telefon qilsalaring o'zim aloqaga chiqaman. Ismim Abdug'affor. Bemalol aloqaga chiqsalaring, onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'laveradi. Pasportlarni tashlab berasizlar, joylarni bron qilamiz, aeroportga borib uchib ketaverasizlar. Aloqaga chiqsalaring, qanaqa onlayn joylarni bron qilishni o'zimiz o'rgatib tushuntiramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu kanalimizni birinchi ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Nimaiki, Hikmat Travel'da eng so'nggi yangiliklarini har kuni qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Mehnatimizni qadrlagan holatda bizga podpisatsiya bo'lib qo'ysalaring yoki umraga boraman degan tanishlarga jo'natib qo'ysalaring, eng oxirgi ma'lumotlarni olib turasizlar Hikmat Travel'dan bo'lar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.